Obunachilar, men sizlar bilan Opti Minecraft. Короче, do'stlar, bugun shahardan qaytyapman chunki mana ko'rib turibsizlar, shuncha narsani nimagaligini keyin aytaman. Xullas, do'stlar, biz hozir tezlik bilan uyimizga yetib borishimiz kerak. Mana do'stlar, bizni gryatkamizni hozir tozalab olishimiz kerak. Ammo bu yerda kim olgani bilmayman. Xo'p, mayli. Xo'sh, mana do'stlar, bugun mana qo'shnim va yaqin do'stim uyini qandaysan, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Men mana shaharga borib oilamni olib keluvdim. Sen olmaysanmi? Mana pulim yo'q edi, hozir yura. Xo'p, mayli. Ha, bo'pti. Bo'pti. Xo'sh, do'stlar, mana u hali o'zi sezib qolmadi. Bu meni do'stlar, sizlarga buni tanishtirsam, bu meni do'stim va yaqin qo'shnim bo'ladi. Hamda yaqin do'stim. Ha, buni aytdim, bilaman. Do'stlar, men YouTube'ga qaytdim. Bilaman, anchadan beri yo'q bo'lib ketdim. Ma'lum bir sabablarga ko'ra. Mayli. Uni esga solmaymiz. Xo'p. Do'stlar, birinchi bo'lib hozir polizga chiqamiz, chunki gratkani olish kerak. Okey, bo'ldi. Xullas, shu yetib qolsak kerak. Jura. Ha? Bitta o'g'ri kelib, men ketganimda divonimni olib ketib qolibdi. Bitta divon berolmaysanmi? Divon yo'qmi? Yo'q, men divonim yo'q edi. Nima qildi? Ha, bo'ldi, eshitdim. Bo'ldi, uzr bola, bo'ldi, eshitdim, uzr. Yo'q, divonim yo'q edi. Senga hozir yo'qmi? Yo'q. Yurchi? O'g'irlab ketdi. Kirsam mayli? Ye? Shetda turganda o'g'irlab ketibdi. Ye? Ha. Xo'p, ana sklad ko'rchi, balki bordir o'sha yerda. Qidirib ko'r. Eshikni yopmading. Xo'p, mayli. Qiziq odamda do'stlar, mayli. Bunga ahamiyat bermaymiz, chunki bu meni eng yaqin do'stim va haqorat qilishlaringga ham yo'l qo'ymayman. Do'stlar, men bu qo'shnimni yaxshi ko'raman, o'zimni akamdek yoki ukamdek deya olmayman, chunki yoshimiz teng. Uzr so'rayman do'stlar. Ozgina kasal bo'lib qoldim. Kechirasizlar degan umiddaman. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chunki bugun mana shu qo'shnim va eng yaqin do'stimni tug'ilgan kuni bo'ldi. Shunga anav qilamiz bugun. Narsa qilamiz. Boyagi narsalar shahardan olib keluvdim. Bu oilasidan ancha-muncha uzoqda yashaydi. Chunki bu yoqqa o'qishga kelgan. Lekin shetdan shaharga qatnaydi. Uzoqligini ko'ryapsizmi? Rasstayani ko'ryapsizlarmi? Nima bu yoqqa joylashding desam, shahardagi kvartiralar qimmat ekan debdi. Mayli dedim, keyin mana shu yerda keldim, merdan uy so'radi. Mer uy berdi bunga. Keyin mana yashab yuribdi bugun. Yaxshi, hammaga yoqadi. Va bugun shuni tug'ilgan kuni do'stlar. Do'stlar, yangi yilga ham ozgina qoldi, agar bilgan bo'lsalaring, ha? Mazza ya, yangi yil. Notebookimni ham sotib yubordim, chunki pul kerak bo'ldi menga. Okey, ozgina suv ichib olay. Chunki juda ham suvsab ketdim. Baribir suv yaxshi-da do'stlar, baribir suv yaxshi. Xo'sh, bu tug'ilgan kunini kechqurun qilmoqchi edi. Qaranglar, bola uylarni remont qildi, lekin juda ham katta pul ketdi. Va bir 2-3 oychalar remont qilishdi bu uyda. Qaranglar, bola eshiklari mana bu meta agar esinglarda bo'lsa, nola turardi. Cobblestone turardi. Derazalari oddiy edi. Qaranglar endi nima bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Buni ham огородni tozalab qo'yish mumkin, lekin to'g'ri bo'la, yaxshi ideya. Tozalab qo'yish mumkin buni ham огородini, bunga yordam qilib.
Lekin narsalari o'zida qoladi. Shuning uchun hech nimani olib chiqmayman. O'zim bilan. Oppa bo'ldi, yaxshi, normal bo'ldi. Endi xursand bo'ladi ham, charchamaydi. Divan topdimikan? Suvga tushib ketdim. Kravat topdimikan o'ziga? degan savol bor. Agar shuni bilganimda shu kravat sovg'a qilardim, kravat olib kelardim, lekin shuncha narsa olib keldim. Pul beramiz bolalar. Qo'ya 11 ta izumrudim bor-ku. O'shani beramiz bilaman. Ukam, tim bola o'zimga ham pul kerak. Lekin men pulni bugun merdan ham olaman bo'la. Mana gnivoy kartoshka. Buni tashib yuboramiz chunki yaxshi narsa emas, odamlarni отравление qiladi. To'ra. Ha. Pul kerakmi senga? Yo'q, menga pul kerak emas. Senga oldimda pul kerakligi. Ha, yo'q, Prosta o'zim aytdim-da. Mama, sari. Yo'q, menga kerak emas, menga kerak emas. Menga ham kerak emas. Rahmat, Jura, rahmat. Qachon qaytaraman endi buni? Yo'q, qaytarmasam ham bo'ladi. Xo'p, mayli. Do'stlar, yaxshi, normal, qaranglar. Bizni do'stimiz qanchalik saxiy, bizni do'stimiz, bizni qo'shnimiz. To'g'ri bo'laman, ular bermoqpa, esimdan chiqib ketdi. Qo'shniga o'tib ketish kerak. Qo'shni? Qo'shni qani? Qo'shni? Qansiz? Mana atrofni kuzatayotgandim. Ha, serkifdami? Oppa, qo'shni tushib ketmaysizmi, qo'rqmaysizmi? Balandligini qarang buni. Naqa keling, mana keling. Mana. Sizni qiynalmayda огородlaringizni tozalab qo'ydim bugun. Rahmat. Sog' bo'ling qo'shni, boya bergan pullaringiz uchun rahmat. Albatta qaytaraman yaxshi kunlarda. Yo'q, qaytarmasam ham bo'ladi, menga unchalik zarar emas. Ha, yo'q, baribir beraman. Chunki bugun tug'ilgan kuningiz-ku, boyaka. Ketu. Bola o'sha bergan izmurudlar bilan o'zimnikini qo'shib beramiz. Lekin albatta o'zimga ham juda ozgina qoldirishim kerak, chunki pul menga juda ham zarur. 2 ta izmurud, 3 ta. 3 ta izmurudga nima ham berardi? Bir kunlik kunimni ko'rsam, keyin kunimni, ertangi kunimni o'ylarman. Qachondir ham. Lekin mana shuncha narsalar bor. Mana kartoshka pishirib yesam bo'ladi hozir. Lekin qornim och emas. Mana pshenitsam bor. Bug'doy. Hozir do'stlar, mana ozgina muammolar bo'lib qoldi. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Всё. Bo'ldi, qaranglar, matigani bo'ydan beri ko'tarib yuribman. Bo'ydan beri. Do'stlar, aytgandek kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yinglar, chunki mana skinim yo'qolib qoldi, nimadir bo'ldi. Mayli. Bo'pti, va ketganmi? Qaqa? Ana zarar, anetta zarar ish chiqib qoldi. Agar ishlasam 2 stak 5 yerga izimur. Yordamlashib yuboraymi? Yo'q, bo'ldi, kerak emas. Xo'p, mayli, bo'pti qo'shni. Ha, bo'pti. Okey, nimagadir ketdi, lekin oycha pul to'lashar ekan. Men ham borsam bo'lardi, lekin qo'shmasa agar o'zi bilan, mayli. Hammasi yaxshi, hammasi chotki joyida. To'xtanglar do'stlar. Hozir kartoshka va sabzilarni olib, merga berib, o'zimizni pulimizni olsak bo'ladi. Ketdik qani. Xo'sh, birinchi bo'lib merni uyiga kiramiz. Uzr bo'ldi. Mer, uydamisiz? Mer. Ha, o'pti, yaxshimisan? Ha, rahmat, o'zing yaxshimisan, Steve?
Ha, yaxshiman. Mer ketuvdilar aylanishga. Aylanishga? Ha, ishlari chiqib qolgan ekan shaharda. O'shanga pullarini ham olib kelishga ketdilar. Bugun ertaga yoki bugun oylik berib qo'yishlari mumkin ekan. Ha, xo'p, mayli, yaxshi. Mayli unda, mana tergan hosillarimni bermoqchi edimda. Ha. Bo'pti, Stiv, yaxshi qo'l. Xo'p, bo'pti. Xo'sh, Stiv ham yaxshi bola, do'stlar. Yosh, keldingizmi, qo'shni? Tez qalamda tez pulimni berishdi. Ha, qo'shni, ana aytgandek. Bugun siz tug'ilgan kuningiz edi-ya? Men nima qilaman buni? Yo'q. Qo'shni, qayerga ketyapsiz? Telefonga bir joyga chaqirishdi, bilmayman. Xullas do'stlar, mana ketishini kutdim va mana ketishdi. Bo'ldi do'stlar. Endi xullas, mana shu narsalarimizni hozir olib ketamizda. Qarayli, bo'la ikkita kompot ham olganman. Bo'ldi. To'xtanglar bola, mana esim. Bo'ldi do'stlar. Men tayyorman. Qo'shnimizni uyiga borishga. Qo'shni. Kirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Bugun tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Mana pullar sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yo'q, menga ishlaringizga omad. Yo'q, qo'shni, bugun sizni tug'ilgan kuningiz, qo'shni oling. Yo'q, qo'shni. Oling. 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 Mana qo'shni bo'ldi, yaxshi. Oldingizmi? Bo'ldi. Oling degandan keyin olingda qo'shni. Men sizga bilib beraman, chunki men nima desam ekan? Ha, bo'ldi, oling. Mana shu xotdoklar, mana men bugun juda ham ko'p xarajat qildim. Hammasi siz uchun qo'shni. Ana kompotdan oling. Necha pul bo'ldi shuncha? Endi nima qilasiz, qo'shni, qo'yavering. Pul o'z o'rnini egallaveradi. Oqibat yo'qolmasin. Avf. Qaylik. Do'stlar, keyin bu oddiy narsa emas, bunday effektlar beradi. Qaranglar, bolalar, og'ir bo'lib qoldik. Ya'ni to'lib toshib ketdik. Qo'shni aytdi, o'yingiz nimadir o'qib qarang. Sindirib qo'ydim. Ha, mayli. Ayo, xotdogim bu. Yeng qo'shni xotdogni qani. Voy, hech nima bermadi. Xo'p. To'xtang qo'shni, mana pechenye sizga mana ikkita, menga bitta bo'ladi, chunki qornim to'q. Oling. Ana biskvit va oddiy biskvit. Kofe ichasizmi qo'shni? Kofe. Ana oling, kofe. Va eng muhimi, tug'ilgan kun bu so'z ketmaydi. Etes. Turing qo'shni. Qo'shni, turing. Yeb tashladim. Ana. Voy, tezlik. Oh my god, kofe ichsam mana. Tez bo'lib ketaman. Qo'shni, keling, mana ikkita tovuqam bor edi. Tezroq yeb, endi tug'ilgan kun tugatish kerak, chunki juda ham uyqum kelib ketyapti. Qo'shni, nechaga kirdingiz? Endi sizga 29 yoshim. Qachon uylanasiz qo'shni? Turing. To'g'ri, mana 27 yosh ma'lum uylangan. Ana oling, ana. Tovuqni oling, tovuq. Sizga 29 yosh. Tovuqni oling. Bo'ldi, go. Kompotni ichib oling. Mazza qildim qo'shni. Mazza qildim. Ertaga siz tug'ilgan kuningiz-ku. To'g'ri, do'stlar, lekin eng qizig'i ko'rasizlarmi, ertaga men tug'ilgan kunim. Mayli qo'shni, bo'pti. Sog' bo'ling. Ha, sog' bo'ling.
Rizqiga baraka bersin. Bo'pti qo'shni. Bo'pti. Do'stlar, короче, bugun mazza qildim, haqiqatan mazza qilib yedim. Anchadan beri bunaqa ovqatlar yemagandim. Okey, do'stlar, buldayni haqiqatan ham juda ham uyqum kelib ketyapti. Xo'p, mayli do'stlar, ishlaringga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.